Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Navbatdagi reysimiz bo'lib o'tyapti. Har doimgidek Qo'yliq vodiy pitagidan bo'lyapti. Reyslar haftada 4 kun bo'lib o'tadi. Dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Avtobusimizni ko'rishinglar mumkin. Mana passajirlarimiz so'mkalarni yuklab bo'lishgan. Telefon nomerlarimizni ekranda qoldiraman. Bemalol telefon qilib kelib ketishinglar mumkin. Avtobuslar hammasi UzAvtoTrans O'zbekiston nomerda. Rossiyskiy nomerda avtobuslarimiz ham bor. Seshanba, juma kunlari chiqadi. Dushanba, payshanba kunlari O'zbekiston nomer avtobuslarimiz chiqadi. Hamma avtobuslar komfort. Bemalol telefon qilib kelib ketishinglar mumkin. Passajirlarimiz mana o'z mestalarini olishyapti. Avtobusda har bir sidinasida ko'p aytib o'tamiz. Zaryadnilar bor. Har bir sidina orqasida shunaqa zaryadni uskunalar bor. Issiq suv, sovuq suv kurlerlarimiz ham mana ishlaydi. Monitorlar bor. Kamera nazorat ostida bo'lasizlar. Telefon nomerlarimiz 94 3 074 01, 98 3 074 01, 90 274 01. Rossiyskiy nomerlarimiz +7 981 3 074 01, +7 982 3 0 74 01. Ko'rishinglar mumkin. Avtobus Qo'yliq vodiy pitagidan bo'lib o'tadi. Bemalol kelib ketishinglar mumkin.